Asımgul. Ayağım da işten kayıtıp gelmedi de. Birden oturup bunu saklayacak. Tamakını bir çekeyim ya. Ayağım tamak ziyallık çekmeyen de geldi çekmeyeceğim onu. Kim o? Ben kim o? Siz benim mutkim. İşte kayıp geldiniz mi? Şundan biraz geçip kalım keçirin ha? Yakar. Kaçan kelgensin ha? Mutlak aldınız mı kelgensin? Ha? Buy, yan tamak turduğu. Bu tamakını içim koya koydu gibi şey tuttum içeri. Ha, bir oğur kırıp çipi taşlapıp çıktı da. Şikayet ediyordum yani sizin alıp nasihatinizi ağlayıp koyup koydum. Hatta git bundan ağlapsın. Ağlayın ha? Hadi kosakla içket demek ki İçket de. tamakıday. Siz kitabınızı okuyun. Boludu. Aras. Atamakın mekir kese men çıkıvam bana. Ya tamakını her gün çekmeyemem ben sizi kaçar kıldım mı? Bakın. Hayalımdan hakikaten köylü dişim onu. Ne degan jimjitlik bu? Bunda jimjitlik bo'lsa, men xotirjam bo'lolmayman. Bu o'liklarni bir usul sappa qaytar. Abi ne tamak çekmedim. O'tira. Ha, yaxshiman sen? Yaxshi. Boshlanchilik bir xotindan shunchalar qo'rqib ketdingmi, ha? Onda qo'rqadigan ish yo'q to'xta. Qo'rqmaysan? Ya. Ve neçe vaqtdan beri içidigan, çekidigan yer büyüdük. Mana endi o'limlikli oltin joyni Pokistonga yo'qolib ketdi. Bu xotindan qo'rqmay nima bo'lganlikmi? Ya xotunda qo'rqadigan ish yo'q dedim-ku sana to'xta. Meni bilmaydi dema. Eslabag'u? Osigul seni asha aroq ichishdan, tomoq ichishdan to'sqan gap. Sanchi. Uniki aroq ichishdan, tomoq ichishdan to'sqin to'g'ri gapda. Chunki aroq tomoqga odam ziyonli to'xta. Buni burun bilmamdan, to'y qilib biladigan bo'lib ketdingmi? Ben sana deb qo'yay, qara. Xotin kishi deganning bir og'iz gapini rostlab qo'ysang bag'u, erim mendan qo'rqdi deydi-da. Kaskanmasa ham so'zlab yuradi. Sen yana to'y qilding, hech kimni uqmaysan. Xotin haqi bag'u, boshtingni to'mirini tutqizib qo'ysang, mendek bo'lganda tamomini 40 yil tortib To'xta. Asımgul meni hurmat qiladi. Men uni hurmat qilman. Biz ishlarni yaxshi ketyapmiz. Biz unda jiddiy chiqmaydi. Hurmat qilaman. Hurmat qilaman. Bale ekansan jumada. Gap. Sana bir gap deyman. Nigina. Deymi demang? Bak demak yo'qyapman, yana keyin turmushimga ta'sir etib qolmasin. Meni turmushimga ta'sir etishda qanday gap kelyapti deyman, aniqra. Afkar. Mushu sirtda sening oilang to'g'riliq mishmish gap paydo bo'lib qopti. Mishmish gap? Qanday mishmish gap? Osimgul bir arablar kepshyapti. Yo'q. Ben herkes ishonmayman. Meni ayolim herkes unda hech kishi qilmaydi. Ben mo'shallayman. O'sharroq bo'g'nim tuzukmi kafkan? To'xta. Sening uchun meni ayolim rosa shunday ish qilaman? Qaysi bag'u? Xuddi Osimgulga o'tni o'xshaydigan bir ayolniki bir arablar bir yer tuvalligini o'z ko'zim bilan ko'rdimmi? Osimgulning qo'shkizak tuqqani yo'q-ku. Yo'q. Yaqinda kech talog'im chiqqanmi? O dushanba kuni opamniki mehmon bor ekan deb sal kechroq qaytib kelganda. Dushanba? Ha, dushanba. Nima? Shu kuni. Dushanba. Mushki rasma? Sen asosini ko'rdingmi? Men ayolimdan chiqishimda hozir yuzlashtirma. Uyda Osimgul yo'q-ku. Bak, bularni albatta chiqar. Bunda desang da bay degan gapimda tanib olaman. Ammo men yo'qchiqda uni aniqlab bakmamsan. To'xtab chiqib Osimgul. Men sendan birdamlik hisoblashman.
To'xta, sen o'tirib tur. Men bir botul aroq ichiray, aroq ichib ras mashhur bo'lgandan keyin endi ko'nglim bilan kutishman. Bo'ladi. Ya Allah! Bu bekni aroqning bashinasi ololmaydi-da. Mana tilak o'tni yetiribdi. Endi ikkisini paç qilib bidaman. Har ikkisini gapimda chilto'v deb majozini o'ttirdim, foyda yo'q. Yani vaqt kelsa ularni shafohatchisi bo'lib o'ladi. Endi mushunday yo'lga aroqni tushtirsam, men aroqni ichib turibdi. Abla tomoqni tisgan sug'ur. Voy, to'xtagan. Aslingol qanday tishliqni salomat tutdingizmi? Sen abla qo'yimsan kitob o'qib o'tirasiz, bir chiqib ketdimi? Birisi abla deb vaqirganda qildi shu. O'tiribdim deb yupib chiqib qoldi o'zga. Kim o'qiydi? Uni siz bilasiz? Yo'q, bilmayman. Hay, biz mush arlaza birdamda bir yerda tumayapti. Aslingol siz endi uni kichkina bir boshqarishni o'rganib qo'ysangiz bo'larmikan? Endi arxaqni boshqurman deb hammasi olishasam bo'lmas, to'xta. Bakmi oqdim ekansiz juma. Qarang, sizlar ayollarma biz arxaqlarni bosh bo'lmasanglar, beshinglarga chiqaveramiz. Sizlarni ko'zimizga mi ilmaymiz? Oblachamda orin qolmang yana. Bu nim deganlari biz bir-birimizni intayin hurmatlashgan tilsam. Hurmatlashimi? Shunda Mana siz oblatni shunda hurmatlaydi ekansiz. Buga tomoq yetyapsiz, sizga bir og'izmi gap qilmay, biz shu deb qo'ysangiz chiqib qoldi. Bu hurmat deganlikmi? endi biroq muyim chiqib qolganda to'xtga unda tushunib ketsak bo'lmaydi. Endi demasam bo'lmadi qaram. Nima demaydi? Bir gap bo'lsa davering. Chavo oblat to'g'ri talarsin, ish deb paydo. Mishmishga? Voy, mishmishga? Endi uchiqini davlayapti. Oblat bir ayoldan ish-pish tortishib qopti degan gap tarqalib qopti. Nima? Yo'q, mumkin emas to'xtga. U hargiz bunday qilmaydi. Men qat'iy ishonmayman-ku. Qaysi kuni oblat o'xshaydigan birsiniki bir ayoldan bir yerda yaqin turib olgan. Nim davatidu madam. Oblat yana qo'shkisak bir tuqqanim yo'q-da. Voy, yo'q. Shu kunida bir kechib tolog'im chiqqanman. Ha, chorshanba kuni og'aylarim bilan o'tirgan to'xtab biza kechirib kirgandi. Mana. Dal bularda chorshanba kuni kirib qoldim men. Hay, Toma. Rosa shumudu? Gap. Shunda mish gaplar taralgan ekan, siz hushyor bo'lingizmi? Toma. Shengan tog'da kiyishlatmabdi degan shuda. Necha vaqtim nega bordingiz desan, kech qolgan kunlar og'aylarimni yuk berib o'tirib kelgandim deydi. Tova xap ablat o'ygimi kirasiz. Sizni bir hisob olmaydigan bo'lsa. Qarang. Men bayat unda desangiz, men gidimda chenavdim. Endi qanday qilaman? Men yo'qcha aytdim. Siz qarangda ko'rsatmaysiz. Nega bordingiz? O'ynab keldim. Nega o'ynadingiz? Ko'nglim xalqa yo'da. O'ynayman, oyoq shayda ko'ngil eslaydi bu shayda deganda qildingizkan. Kira to'xta. Buga ravrish bir ishib, uningdiki buning bilan. Kira. İşte. Sen bunu arak içmeydin mi? To'xta, men bugundan boshlab ishchiman, chekiman, o'ynayman. İçmesi olmaydı. Dadi odam degan ishchida to'xta. Tamam. Hammadan dad yaman. Dadim ba qanda? Ha, bir qiz kuyab qoldingiz shundaqmi? Shundoq, men birini yaxshi ko'rib qoldim, uni chindiribdi so'yiman. Voy, qiz o'zing unda qilmagan sen? Rost ixro qildi. Men uni jini bir chiqiraychi. Tepsini elishmas degan shu o'tda noz o'xshashibdi. Men-chi bir yigitni toz yaxshi ko'rib qoldim. Uni chin dilimda so'yiman. Sen numursiz. Da'vatdagi buni qila. Numursiz o'zingiz. Nima numursiz menma? Sen nasib etma. Hay. Urushmanglar. Qo'yib bering to'xta. Qanday qo'rqinchga qani urib baqsin. Amishkim razı olib qo'yib aytaman seni. Nima? Senga uranmam dema. Sen uranmam dema. Hey, ayollarni saqlash to'g'ri emas. Men seni uranmayman. Uranmayman seni.
Sen uğramadın mı da? Sen bayramdan. Vay 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 vay. Yerimiz oqsima. Nima çatıkı var sizden? Sizin çatqayım ağrısı meni ağrımgan diken to'p. Bo'ldi. Kelishmaydigan. Biz ajrashib ketaylik. Nima? Ajrashib ketaylik. Ajrashdik. Nima? Rosa ajrashamsa? Ajrashib. Yaxshi. Unda o'sma uyda qimini ochaq elib, bu uyda yo'qol. Siz nashqil meni o'zi. Nima? Bankil qancha pul bor? Bagit 8500 yam bor. Ha, uncha siz sadiq qilib o'tay. Noyna xotinda birini elib olasiz. Nima? Xotinniga sendek bo'lgan bo'lsa, 1000 yosh kelsa-mi to'y qilmasmina? Erkek ketgan bo'lsa, o'zing olsan berib Erkis degan sizdek bo'lgan bo'lsa, 2000 yosh ketgasam to'y qilmasinlar. Bo'ldi, adillik bilan taqlatan bir taraf qilaylik. Yarimiz. Bak televizorni channel kelgusi aşk bilan aşk kino ko'rib, ko'ngling ochasa. Uyni alg'in sizning babasi sizga naqshi ko'proq anglab aldanchilik saviyingizni ham o'stirib olasiz. Qato'nat bilsan ham, kelgusi aşk bilan yuriga o't etib qolsa, bingir yasab bilasa. Avchi duxatdim sizning aşkınızı baqqal yasab berasiz. Nechun apparatni sen ham kelgusi aşk bilan resim tatib qo'yasa. Aynak bilan tag'aqil sizlar. Iloyim qayra xotinni bir nab qalsangiz, keyinchasini tarab qo'yasiz. Maliga bir qara. Unda saqal pichig'ini sen ham kelgusi qayroq agitib qolsam, futim yasab qo'yasiz. Kralg'in sizlar. Iloyim laqvara xotinni bir nab qalsangiz, kirni yuvib berasiz. Gapni sen ham. Qarab sizlar. Sapachangni sen ham kelgusi aşk bilan yo'lab o'tirolasa. Gözcakni sizning aşkınızı soydamlab berasiz. Bak öyle bağım, gider bilen bağım, mini bağım. Ya, ben üzerinde kalay. Tügüde. Nasıl tügüde? Tügedi. Emmiz tügedi. Özaqda men sizdan bundaq vafosizligingizni bilgan bo'lsam. Vafasız? Ne vafası mı? Vafasıga sen üzüm. Men sizdan oldingiz vafosizligida hech qanday ish qilmadim. To'xtaqanku, ha, o'zingiz bilgansiz-ku. Ha, uni ilk kun kechasida bir buzuq bilan ko'rgazganda. Nima? To'xtgan meni ko'rib ketganmi, seni ko'rib ketganmi? To'g'ri, u menim ko'rib ketganmi? Ha, to'xtgan ayolning birisidan tepishib yotdi dedi, yolg'onmi? Bu qanday gap? Ayolning birisidan tepishyapti. Tamam. Ondan ham ablat birisidan tepishyapti degan-ku. Nima? Ayolning birisidan tepishib yotdi. Men boshqa birisidan tepishib yotdimmi? U menga shunday degan. Bu zot qanday gap? Bu zot qanday gap? Hay! Biz oldinib tot olsin-ku. Shunday biz uni chag'an deb usul o'ynabdik. Hey! Hasımgol, beni keçirin. Ben başkalarının keyini girip sırrını tutup koydum. Beni keçirin. Yo'q, ablat. Men sizning ko'nglingizni ranjitib qo'ydim. Siz meni kechiring. Ya, hamma gunoh menda. Hay, to'xta, hep. Ablat, yuyan tomoqchi bo'lsizmi? Oy, chipshotni xatirmana. Bundagi shaytonni keyni kirmanga. Ya, kichkinamiz shaytonni keyini kirmaydi. To'xtay. Men seni bir inson qilmaydigan bo'lsam, Ya!